Samolyotlarda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi bort kuzatuvchilari qanday tayyorlanadi? Ularning amaliy jarayonlari qay darajada o'tadi? Bugun sizlar bilan ushbu jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Safety position, safety position. Lean down, head down, grab your knee. Принимаем безопасную позу, все. Bort kuzatuvchilar dastlabki birlamchi sinovlardan o'tkazilganidan so'ng o'quv darslarida samolyotda xizmat ko'rsatish uchun birlamchi bilimlarga o'qitiladi. Dars mashg'ulotlarida ular yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishdan tortib, favqulodda holatlar yuz berganida yo'lovchilarga harakat xavfsizligini ham ta'minlashda eng zarur bilim ko'nikmalarini ham nazariy, ham amaliy bajarishadi. Bu degani endi ular ishga tayyor degani emas. Darslardan so'ng ham ular yana bir sinovdan o'tishadi. Barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o'tganlar orzularidagi kasb bort kuzatuvchilari safidan o'rin egallashadi. O'zbekiston havo yo'llarining trening markazida uchuvchilar tajriba oshirishlari uchun ham amaliy mashg'ulot maydonlari mavjud. Ushbu ko'rib turgan xonangiz uchuvchilar uchun tayyorlanish uchun mashq qiluvchi simulyator xonasi hisoblanadi. Bu joyda aynan samolyotning o'zginasi bilan jihozlangan va ular uchishdan avval mana shu joyda mashq qiladilar. Ko'rib turganingizdek har bir detal, har bir uskuna samolyotning o'zginasida tayyorlangan va mana bu joyda ko'rib turganingizdek asosiy katta yo'l ham aynan samolyotda uchayotgandek his qiladi.